sirkani nimalarga foydasi bor, uni qanaqa qilib iste'mol qilish kerak va nimalarga foyda, hammasi haqida bu videoda to'liq gaplashamiz. 1880-yildan beri avlodma avlod mana shu xonadonda sirka tayyorlanib kelinadi. Shuncha yillik tajriba bilan hozir bo'lishamiz. Muhammad Umar aka, mana bu kishi 4-avlod sirkachi. Tomoshabinlarga salomimizni yo'llashimiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Yaxshimisizlar? Xudo xolasa qanaqa mana savollar berilsa, inshaalloh to'liq javob berishga harakat qilamiz. Sirkalarni qanaqa tayyorlash, nimalarga foyda, mana shular haqida xudo xolasa suhbat qilamiz. Muhammad Umar aka, bu yerda hozir necha xil bor sirka? Bu yerda hozir 17 xil, 18 xil sirkalar bor. 17 xil, 18. Hammasi bir-biridan farq qiladi baribir. Farq qiladi. Sirka deganda o'zi asli hammasi bir xil bo'ladi, lekin sirkalarning foydalari, ta'mlarida farq qilaveradi. Ichib yurgan odam albatta buni farqiga boraveradi. Bizda ko'pisi O'zbekistonda olma sirkada, o'zi olma sirka, shotut, ikkalasi. Olma sirka, uzum sirka, shotut sirkani o'zi asli hamma biladi. Ko'pchilik ichib yuribdi. Endi qolgan mana sirkalarning foydalarini ham bilishmaydi, ichib ham ko'rishmagan. O'shaning uchun men bular haqida alohida ma'lumotlar beraman sizlarga. Keyin yana bitta narsa, sirkani qancha vaqtdan keyin sotuvga chiqazasiz? Bizni bobolarimiz tayyorlashardiki, sirkani 3 yilning pastida sotuvga chiqarma deyishardi. Endi hozirgi paytda buni olma sirkamiz asosan ko'proq turmayapti. 1,5 yilda iste'molga chiqaryapmiz. Qolgan sirkalarimiz 3 yilning bag'rida chiqqani yo'q. Demak, 3 oy, 5 oyda chiqarmaysiz sotuvga. Yo'q, 2 oy, 3 oy, 5 oyda chiqar ekanlar, g'irt aldayapti odamlarni. Odamlarni men ular bilan ko'p nima qildim, qilmanglar bunaqa qilib, sirka deb sotmanglar desam, baribir endi ko'pchilik olma sirka haqida ma'lumoti yo'q. Chunki 40 kunda tayyor bo'lyapti-da. 1 oy yo 40 kunda tayyor. Ular aldayapti. O'shalarni tayyorlash jarayonini o'rgansam, ularda aksariyati suv, uksiz, shakar yoki asal deyapti. Shakar bilan tayyorlash juda ham oz bo'lmagan narsa u. Bizniki hech qanaqa narsa qo'shilmaydi. Har bir mevani o'zini suvda achitib tayyorlanadi. Mana shu sharoitda tayyorlanadi. Hozir shu mevani o'zi solingan, mana bo'ldi. Bo'ldi. O'zi achib, suyuqlik o'sha mevadan chiqqan. Bo'ldi, ha. Boshqa narsa yo'q bu yerda. O'zini endi keyin 1 yildan keyin suzamiz. Mana masalan, mana shu nima ekan mana? Shoptol ekan. Mana shuni 1 yildan keyin suzamiz. Suzganimizdan keyin endi keyin turpini olib tashlaymizda, suvini yana quyib qo'yamiz. Quyib qo'yganimizda mana shular olma sirkalar suzganman, u qarayman. Tevasida tiniga boraveradi, tayda u cho'kindisi turaveradi. Ha, bu o'zi mevasidan ajratilgan. Ajratilgan. Men yaqinda bir hafta nari-bag'ida suzganman shularni. Mana tayda ajrayaptimi? Endi keyin uni ham yana alohida ajrataman-da, mana tayda turibdi. Ha, tagida cho'kindi bor. Cho'kindi. Cho'kindisini iste'mol qilinmaydi. Shu tevasini biz beraveramiz ichimlikka. Taydini endi keyin biz boshqa narsa ishlataveramiz. Yana bitta narsa, bu quyoshda turibdi-yu. Quyosh qanaqadir kuchini olib qo'ymaydimi bularni? Sirkani asosiy tayyorlaydigan narsa quyosh bo'ladi. Ha, yo'q, quyosh yaxshi tayyorlab beradi. Quyoshda turmagan narsa hech qachon sirka bo'lmaydi birinchidan. Eng kamida 3 yil quyoshda tursa, endi sirka bo'ladi. 3 yildan keyin qorong'i joyga olib qo'yasiz. Endi keyin ali joyda beraverasiz iste'molga. Juda ham yozda chillalarida ham turaveradi. Qishda sovuqda u 20 gradusgacha sovuq bo'lsa minus, muzlab qolmaydi. 20 gradusdan oshib ketib qolsa sovuq, keyin muzlaydi. Bo'lmasa qishin yozi mana shu yerda turadi. Ana shu yozi rosa issiq chillasida ham turadi, tovlanib boraveradi. Tovlanadi. Ishlanadi o'zida. Kecha bolalarga gapirib berdim, bular o'zlari ham gapirishdi. Ali suv qo'shilgan sirkalarni optoga 2 kunga 3 kunga qo'yinglar, popana bo'lishni boshlaydi dedik. Ularda suvi borligi uchun. Biznikini 70% suv, keyin meva suvi qilgani uchun ularda shunaqa narsa bo'ladi. O'sha mevasi ham pishmaganda xom. O'shaning uchun tezda popana bo'lib, odamni ga shifo bo'lmaydi u hech qachon. Haqiqiy sirka mana bunaqa. Mana bu sirkalarni ichsa, endi haqiqiy foyda bo'ladi insonga. Endi tanasi ham yaraydi. Odamlarga iltimos qilamizki, bizni sirkalarda mana ukamizni brendi ostida chiqayotgan sirkalarni ichib ko'rsin, foydasini bilsin. Endi keyin boshqa sirkalar bilan farqini endi keyin tatib ko'rsa bilishadi. Va shunda men tavsiya qilaman, sirkalarda eng oliysini mana shu bola olyapti, o'zini brendini qo'yib chiqaryapti. Men xalqimizga tavsiya qilamanki, olib ichib farqini farqlilar.
u olma sirka ekan deb olib ichib ketavermanglar nimani bo'lsa. Taxir bo'lsa, mana shu ekan. chunki hozir juda ham ko'payib ketdi. Sirkaga ehtiyoj ham ko'paydi, sirkacha ham ko'paydi. Ehtiyoj ko'paygan sari ali pul ishlayman deyotganlar Ana shu narsa pulni qilyapti-da. Bizada 8 oy izladik sirkani, haqiqiysini. To'g'risi, juda ham shakarga qarshi bo'lganim uchun o'zi asal ishi bilan shug'ullanamiz. Asal tabiiysi bu faqat tabiatdan yig'ilgan asalda. Xuddi o'shani nimasida sirkangiz deyman, hammasi shakar bilan qo'shilganda. Shu shakarsiz qiladigan odam bormi deb rosa izlagandik. 8 oy izlamiz. Vitrina hamma narsamiz tayyor, lekin 8 oy izlab topa olmay, keyin bular bilan gaplashganimdan keyin bor ekan, haqiqiy sirka. Demak, men chunki Turkiyada yashaganman bir ma'lum vaqt. Sirkachilar mahallasida u yerda 200 yillik sirkachilar bor edi. Shulardan ma'lumotlar olgandim. Ular shakar yo boshqa narsa emas, o'zi mevani o'zi fermentatsiya bo'lish kerak deb tushuntirishgan. Shundan bizada yo'q ekan degan tushuncha bilan o'zi so'lib borayotgan vaqtim bular chiqib qoldilar, bular bilan gaplashdim. Mana xudo xolasa ish boshladik. Chiroyli qadoqlarda qilib, idish qilib, upakovka qildik. Boshqa davlatlarga ham jo'natish uchun, o'zimiz xalqimizda yetkazib berish uchun yaxshi sirkani hozir tayyor sotuvga chiqardik. Kimga kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Hozir batafsil, chiroyli qilib, foydasi qanaqa, ichilish tartibi qanaqa, kimlar foyda ko'rgan, mana shu 140 yillik tarixda ichida bir qiziq voqealar bordir, o'shalarni hammasini gaplashamiz. Men yana bitta ma'lumot qo'shib ketaman. O'sha bog'dan olayotgan sirkalarim, mana olma sirka oldilaring, bittasi sariq edi. Keyingi olganlaringda qizil chiqib qoldi. Nimaga unaqa deb hayron bo'lmanglar. Buni tabiiyligi bizda zavod bas, fabrika bas bir xilda qila olmaymiz. Bu Allohning tabiatida o'zi xilma-xil bo'laveradi. Mana shu yerda ham mana ranglarni ko'rganlarsiz. Bir xil emas, har xil chiqishi mumkin. Chiqaveradi. Masalan, mana bu ham olma sirka, mana bu ham olma sirka. Mana farqini qarang. Mana tabiiy narsa shu. Tabiiy narsa mana shunda bo'ladi. Endi keyin har qanday olsalaring tagida albatta cho'kindisi bo'ladi sirkani. Bu degani sirka o'zini ustida 10 yillab o'ssa ham, 20 yillab o'ssa ham ishlayveradi-da. Tagiga tushiraveradi cho'kindisini, tevada tinig'i turaveradi. Mana shu narsa tabiiyligiga e'tibor qilasizlar. Nimaga bugun sariq oldim, ertaga qizilini berding degan gapni qilmaysizlarki, bu tabiiyligini isboti mana shu. Tushundim. Endi bu yoqda bir xotirjam bitta joyda o'tirib, buni foydalari haqida bitta gaplashib olamiz. Inshaalloh, yuringlar. Muhammad Umar aka, men sizdan hozir 11 xil sirka oldim. Xudo xolasa bundan keyin bir 15-16 taga yetkazamiz degan niyatimiz bor. Shu eng ko'p qiziqtiradigan birinchi savol, kommentlarda bizda ko'p yozilgan narsa, olma sirkasi ozish uchun qanaqa qilib ichamiz yoki haqiqatan ham ozdiradimi? Endi men shuncha yillik tajribani ichida baribir ko'rib yuribsiz bu narsani. Siz aytsangiz agar o'shani tushuntirib, juda ham zo'r bo'lardi. Xo'p, olma sirkani iste'mol qilishlik o'sha ozdirishga birinchi tavsiyamiz 150 gram isitilgan, qaynatilgan suvni sal ilitib turib, 2 qoshiq qo'shib nahorda ichiladi. Iliq bo'lishi shart-ku bu, shu eritish. Xom suvga basda. Qaynagan kiptok, faqat o'rtacha sovutib olingan. Iliqroq qilib olingan. Iliqroq qilib turib, o'shanga 2 qoshiq qo'shib turib, och qoringa ichiladi. Ashunda bu olma sirkasini ichib ozishlikning eng asosiy sabablaridan bittasi boshqa ximiya tomonlardan ozayotganlar ham serob. Ularni qarasiz terilari osilib xunuk bo'lib ketadi. Ayollarda. Bor bu narsa. Olma sirkasini ichib ozganlarda terisi birovli tortali, tarang bo'lib, eniga oziydi. Buni bizning shahrimizda ayollarda ko'p kuzatildi. Bular olib ichishyapti. Marg'ilonda. Farg'ona, Marg'ilon ko'p kelishadi ayollar. O'sha ozganlar kelib aytadiki, bizni tanamizda nimasi yaxshi, foydasini bilyapmiz deydi. Endi vali ximiyada ozigan ayollar kelib bizga osilib anaqa xunuk bo'lib ketyapmiz. Shunga sizni olma sirkangizdan ichayotganlar aytishyapti. Shundan bering, bizni birovga tavsiya berishyapti. Shu o'zimiz jiyanlarim 15-20 kilo olib tashlaganlari bor. Meni juda ham ko'p mijozlarim kelib rahmat aytib, nimagaki o'sha ozayotgani bilinmaydi. Olma sirka bilan ozisa. Ximiya bilan ozganlarga unga osilib xunuk bo'lib qolar ekanda.
shu osilish bo'ladi terida, to'g'ri. Keyin eng muhim narsa, bu xudo xolasa men bu narsani bir insonlarga juda ham manfaatli, bir foydali video tayyorlash niyatida mana shuncha narsa mehnatni boshladik. Tabiiy narsada mana shu joyi bor-da, tabiiy narsada uzoq vaqt ichish kerak. Masalan, 2 oy, 3 oy, 5 oy bu narsa shuni talab qiladi. Mana bu ximiya yoki boshqa dori emaski, bu shu 2 kun ichganda ta'sir qilsa. Buni uzoq vaqtdan keyin natijasini ko'rasiz yoki ba'zilar buni natijasini ko'rib o'zlari ham sezmay qolishi mumkin. Nimani hisobiga? Vaqt uzoqligi. 2 oy, 3 oyda ta'sir qiladi. Tabiiy narsa har doim mana shunaqa uzoq vaqt. Shuning uchun sabri yetgan odam tabiiy narsa bilan ishlov bersa o'ziga, o'sha narsani mukammal mana ich-ichidan shifosi bilan ham o'sha ko'zlagan maqsadi bilan ozish bo'lsa, ozishi bilan natijasini olib oladi. Keyin so'ramoqchi bo'lganim, o'zi mana bunaqa bir tabiblarning ham gapi bor-da. Issiq mijoz, sovuq mijoz degan narsa bor. Bor. Ana shu narsada sirka sovuqlik deydi, issiqlik deydi, sovuq mijozga to'g'ri kelmaydi, issiq mijozga ana shu joyini tushunmayman-da. Bu bizni tabiblarda bizni bobolarimiz tabib bo'lishgan. Bular aytishadiki, issiq mijozga ham, sovuq mijozga ham sirka o'zini nimasini moslashib ketaveradi. Hech qanaqa tanlamaydi organizm. Sirkani tanlamaydi. Sirka organizm tanlamaydi. Sirka organizm tanlaydi. Shu narsani e'tibor qilish kerak. Sirka hech qanaqa organizm tanlamaydi. Issiq mijozga ham o'zi xususiyatini bajaraveradi. Issiq mijozga ham, sovuqqa ham. U sirkalarda qaysinisini ichilsa ham eng asosiy narsa har bir sog'lom odam, bemor odam demaylik, sog'lom odam qaysi sirkadan bo'lsa ham ichib turishi kerak. O'z profilaktik har doim uyda bo'lish kerak. Har doim uyda. Bu endi diniy tomonlama ham juda ham ko'p takrorlangan narsa. Chunki sirkasi bor uyda dard bo'lmaydi, sirka bor uyda farishta bor deydi. Bu bejizga emas-da bu. O'sha boylik yoki baxt bo'lishi uyda bu odamni, oiladagilarning sog'lig'i. Shuni nazarda tutilgan. Endi o'zingizda fikringiz qanaqa? Bu narsa haqida to'liqroq aytib bersangiz? O'zi shu sirkasi bor xonadonga kelaylik. Qaysi sirka bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha xonadonda jin bo'lsa, odamlarda murosasi kelishmish boshlanadi. Jin bor uyda. Shunaqa. Sirkasi bor xonadonda jin bo'lmas ekan. Bu meni gapim emas, olimlarning gapini gapiryapman. Jin bo'lmaydi, bo'lmagandan keyin o'sha uyda xotirjamlik bo'ladi, salomatlik bo'ladi. Men ko'pchilikka tavsiya beraman, o'sha odat sirkaga kelganlarga, uylaringda bitta joyga qo'yinglar sirkani. Mana uyimizni sirka turadigan joyi mana. Uylaringda eng kichkina farzandlaring, qiz bolami, o'g'il bolami dasturxon solindimi? Obke qizim sirkani dasturxonga qo'ydi. Ovqatlarni bo'lding, ichsalaring, ichmalaring farqi yo'q. Yana o'sha bolaga joyiga olib borib qo'y. Shu narsa bilan haligi bolalarimiz katta bo'lishadi. Sirkani olib qo'yishlik bilan. Endi keyin katta bo'lganda ham aytadiki, bizni xonadonimizda sirka bo'lardi har doim degan narsa bo'ladi. Bu bitta sunnatni tiriltirish. Sunnatni tiriltirgan xonadonda albatta baraka bo'ladi. Har bir insonda. Buni ichishlikda qaysi sirkani bo'lishidan qat'iy nazar albatta foydasi siz aytmoqchi uzoq vaqtda ko'radi. Buni sog'lom odam faqat bemorlar ichadigan narsa emas-da. To'g'ri, endi men ozish uchun degan nazarda tutdim, chunki ozmoqchi bo'lgan odamlarda ko'proq besabrlik bo'ladi-da. Keyin yana o'zimni tajribamda mana qisqa muddat ichida sotuvni boshlaganimizdan beri insulin odamda oshib ketganini hisobidan ham odam juda ham semirib ketadi. Yana palapartis semiradi-da. Insulinni juda ham yaxshi tushirib berar ekan. O'sha insulinni tushirganini hisobiga ham odamda yaxshigina ozish bo'ladi. Chunki insulin ko'tarilib ketgan odamda juda ham semirish yuqori bo'ladi. Insulin tushgandan keyin zo'r ozib berar ekan. Mana shu narsani sezdim. Chunki insulini bor, masalan, o'rtoqlarimiz bor, boshqasi bor atrofimizda. Ular olib ichganda sezdikda, men o'yladimki, ko'proq o'sha insulinni tushirganini hisobiga ular ozdi. To'ppa-to'g'ri. Keyin sahr, diabet odamlar. Shu odamlar pastdan ichib yurish kerak. Insulin olmasdan faqat sirka ichib yursa ham
foyda beradi shu insulinni o'rnini bosam, chunki ana ukol oladi-yu ular. O'sha narsani o'rnini bemalol bosib bera oladimi? Menda hozir mana shu Mag'ilonni o'zida mijozlarim bor, yosh katta akalar, u amaldor bo'lishgan, anaqa amaldor bo'lib pensiyaga chiqqan akalar kelishadi. Ashular o'sha sahrli diabetlari bor, insulin olib turishardi. Endi mendan olma sirka olishni boshlashdi, sekin-sekin. Hali ikonlarni ham jicha olib turishdi. Endi hozirgi kunda unaqalardan o'nlab odamlarni olib borib ko'rsatishim mumkin. Ular olmay qo'ydi umuman. Insulinni olmay qo'ydi. Sirka faqat sirka ichib turishibdi. Bo'ldi. Sirkam tugab qoldi, yugurib kelishadi. Qarang, ular tartibi boshqachami ichishini? Yo, o'sha ertalabmi? Yo'q, misol ovqatdan oldin ichishadi. Ovqatdan oldin. Ovqatdan oldin. Kechqurun, ertalabki zavtrak farqi yo'q. Iloji bo'lsa, kechki ovqatdan oldin ichilsa ham bo'laveradi. Kechki men o'shalarga ko'p tavsiya qilib berdim. Shot sirkani ovqatdan oldin ichinglar, kechki ovqatdan oldin. Olma sirkasini obedda yoki kechki ovqatga salatlar qo'shsangiz, salatlarga qo'shib yuboringlar. Salat deganda mana shu narsani aytay, chunki ko'pchilik bitta savol beradi, ikkilanib qolamanda, salatlarga qaysini qo'shsa bo'ladi o'zi? Albatta, mana shu hamma sirkani qo'shsa bo'laveradi. Hammasini. Hammasi. Yo'q, salatda maza beradigani bo'ladi-ku o'zi. Hammasida maza berishligi bor. Hozirgi paytda endi ko'proq tavsiya qilayotganimiz olma sirkani tavsiya qilyapmiz, salatlarga limon sirkasini tavsiya qilyapmiz. Limonga. Lekin shotutniki bor, mazasi qanaqadir yo'qadi-da, yegan sari odam yegisi keladi. Shotutni men salatlarga qo'shishga tavsiya bermayman. Shotutni o'zi siz aytmoqchi mazaligi uchun uni ovqatdan oldin bir qoshiq ichib olsa bo'ldi. Buni bir qoshiq narsa nima qiladi demaslik kerak. Oz sanamasdan ichib davomli ichib yursa, mana bir haftada bir kun dam olsa ham mayli. Mana shu narsani aytib o'tib ketay. Chunki mana bizda besabirlar haqida gap ketdi. Bir qoshiq emas, уже piyolalab ichayman deydiganlar borda. Ichmanglar. Bu narsada tartib kerak. Bu narsani o'rtada bir xil ushlab muntazamlik. Bunda faqat shu muhim. Muntazamlik juda ham muhim narsa bunda. Bir qoshiqdan har doim mana shu rejim, ana tezroq rezultat olay, buni ko'proq ichay degan narsa menimcha juda ham zarar yetkazib qo'yadi odam o'ziga. Bo'lmaydi. O'sha oz sanamasdan bir qoshiqdan ichib yuraversa, bo'ldi. U odam endi qaysi sirkan bo'lsa, asosan ko'proq masalan jigarga, trombga shot sirka bo'ladigan bo'lsa, bir qoshiqdan ichib davomli ichib turaveradi. Hattoda bir kun dam olsa ham ziyoni yo'q. Buni foydalari qoni toza bo'lib, qonda tromb tiqilmagandan keyin qon aylanishga majburlaydigan narsa bu. Qon aylanishi bir xilda bo'lgandan keyin hech qachon insonni davlenasi oshmaydi, sahri ko'tarilmaydi. Davlena deganda davlena ko'p. Infarkt bo'lmaydi, insult bo'lmaydi, yurak xastaligini ko'rmaydi. Boshqa ichki kasalliklar nima bo'lishidan qat'iy nazar hammasini kelib chiqayotgani birinchi o'rinda qonda tromb borligi. Qon tiqilishlikda, qon qo'yilib, qon aylanishi kamaygandan davlenadan keyin insult, infarkt ashna bo'lib, o'ziga odam nimani ko'paytirib oladi. Ana shu bitta o'shani gapirib beraylik-da. Keling, men xurmodan boshlaylik. O'sha boshida xurmo turgan ekan. Xurmo sirkasini foydalari. Xurmo sirkasini foydalari mana masalan bunda yod ko'proq. Yod bo'ladimi xurmoda? Yodi ko'proq. Bunda ichki buqoq, tashqi buqoqlar. Yod bizda O'zbekistonda juda yetishmovchilik. Mashunda vitamini o'zini xurmosini yegandan ham ko'ra sirkasida vitamini ko'p. Yodi ko'p. Mana shu yetishmovchiliklarni oldini buqoq bor, tashqi buqoq, ichki buqoq deydi. Mashinlarga juda katta manfaatli bo'ladi. Buni ichib yurganlar bilib ataylab kelib olib ketishadi. Uzoqlardan menga hozir ishonsalaring, Tojikistondan ataylab keldi. 2 marta keldi bitta og'aynimiz. Mashinga. Qirg'izistondan juda ham ko'pchilik, men sanab bera olmayman. Qirg'izistondan kelib ataylab kelib olib ketayotganlar. Xurmo sirkasi. Kelgandan keyin bitta xurmoga keldi-da, xurmoni olib ketmayapti. Unisidan qilib olib ketishyapti. Bu olib sotayotganlar biz iste'molchilarda aytyapman. Ular shu darajada foydali ko'rishgan. Demak, xurmo sirkasida yod ko'p bo'lar ekan.
ikkinchisi eng taniqlisi O'zbekistonda olma sirkasi. Buni bir boshdan shuncha sanab o'tib ketsak ham bo'ladi. Chunki odamlar ham уже tushunib qoldi olma sirkasi. Olma sirka haqida ko'p vaqtlar gapirishimiz mumkin. Endi hozir ayrimlarini gapirib o'tdik, tushundilaring. Yana qo'shimcha qilishimiz mumkin. O'sha Hazmni yaxshilaydi, insulinni tushiradi. Hazmga juda ham zo'r foydasi bor. Eng asosiysi ovqatdan oldin ichib olinsa boru, oshqozon talab qilyapti, boring bir tovoq bir narsa, bir chini yeyman deyotgan bo'lsangiz bloklaydi-da bu. Appetitni bug'adi. Appetit ochilganga o'xshaydi, ammo lekin bloklab qo'ygan bo'ladi. O'sha mo'ljallagan ovqatingizni ozrog'ini yeysiz. Keyin hazmni juda ham zo'r qiladi. Demak, ozishda shu ham sabab bo'lar ekanda. O'sha odam appetiti, ya'ni oshib ketganda, o'zi lekin insulini oshib ketgan odam appetiti ham ochib ketadi-da. To'ymaydi, to'yganini bilmaydi. To'yganini bilmaydi, to'g'riroq shunaqa bo'ladi. Bunda xususiyat bor, bloklaydi o'sha oshqozonni. Talabni kamaytirib qo'yadi. Sunnatga muvofiq agar qornni uchga bo'lib yesang yaxshi bo'ladi degan, bu o'sha narsani o'zi ta'minlab beradi. Ta'minlab beradi bu narsa. Eng asosiy qilayotgan ishlardan bittasi bu biz nazarimizga ilmayotgan narsalardan mana shular. Ammo lekin foydalari juda ham kattaligi mana shunda. Lekin haqiqatan O'zbekistonda men bir aytdim-ku, o'sha bir yilcha Turkiyada yashadim. Sirka ularda restoranida ham bor. Har bir xonadonda ham bor. Sirka sotuvi juda ham baland, qadrli demoqchiman sirka. Men bir narsaga hayron qoldim. Mana Turkiya deganingizga esimga tushib ketdi. Mendan birov sirka olib ketdi, o'ziga ichib yurgani Turkiyaga ketdi. Qaysi shaharda bilmayman, ammo lekin. Turkiyada restoranda ishlar ekan. U kunda ovqatdan oldin ichib turar ekan. O'sha restoranda ishlar ekanda ichib turar ekan. Videosi bor ekan, kamera. Haligi boshlig'i bu har kuni ovqatdan oldin bir qoshiqdanmi nimada bo'lsa ichib olar ekanda, "San nima bu meni ish joyimda ishdan oldin bu narsalar ichib olaverasan" debdi. Endi narusheniya qilyapsan degandek qilib. Deganda keyin men shunaqa sirka ichaman. Bu sirka bu nima bu debdi. Mana tabiiy narsa, shifobaxsh bo'ladigan narsa debdi. Bir tekshirtiraman debdi. Keyin hali tekshirtirgan nimani, sirkani tekshirib aktivligini ko'rib turib hayron qolgan. Boshliq laboratoriyasida tekshirtirib. Bu shunaqa zo'r narsa ekan-ku bu. Qayerdan olgansan? Shu Mag'ilonda o'zimiz bitta akamiz qiladi. Shuni menga aloqaga chiqarib ber. Bu restoranga yo'lga qo'yaylik buni. Aktivda bular tirik nima? Tirik narsada doim harakatda. Endi menga Turkiyadan telefon qilishdi. Bizga jo'nat bering, shundan biz restoranimizga 5 grammdan 10 grammdan pasovka qilib har bitta mijozga qo'yamiz. deb. Men to'g'risi aqa jo'nata olmadim. Yo'lini topolmadim. Lekin u yo'lda u juda mashhur aytaman. Sirka desa ular endi u hozir siz qayerda shaharda bo'lganingizni bilmayman. Menga endi Turkiya qaysi shahardandir telefon qilib. Men endi Istanbulda edim, to'g'ri. Keyingisi bizada o'rik sirkasi. O'rik sirkasi shunaqa narsaki, eng asosiy qiladigan yurak xastaliklariga, yurakni quvvatlantiradi. O'zi mevasi ham shunaqada. Demak, hozir har bitta qaysi mevadan olingan bo'lsa, o'shani kuchliroq varianti bo'ladimi? Mana o'rikda misol qanchalik kuchli bo'layotgan bo'lsa, bunday vitamin o'rikdan ko'ra necha barobar kuchli bo'ladi-da. Sirkada. Bu meni gapim emas, bu ichidan to'qib gapiryapti demaydi, bu mutaxassislarning gapini aytyapman. Buni tekshirib, men har bir tekshirgan tayyorlaganlarimni u sanstansiya bor bizda. Ashikka borib tekshirtiraman. Shu tekshirish deganingiz juda qiziqdim. O'zim ham bir yaxshi laboratoriya borda bizda. Endi O'zbekistonda yo'lga qo'yildi. Juda ham mukammalani nimalarni olib kelgan texnologiyalarini zo'r tekshiryapti. O'sha yerda borib bitta tekshirib ko'rishim kerak ekan. Shu insonlarga tushuntirib berishim, ko'rsatib berishim uchun. Men o'shaning uchun qo'rqmasdan hamma joyda gapiryapmanki, olma sirkaga yana mavzu qaytib ketib qolyapti. Tayyorlab sotishayotganda o'shalarni ham tekshirib ichinglar, ichinglar, xudo xayr bergan. Meni ham sirkalarimni tekshirtiringlar. Ko'ringlar buni aktivligini. Bu o'rikdagi vitamin xullas o'rikdan ko'ra necha barobar kuchli. Hamma mevaniki ham o'zimizdan
yurak xastalarga juda foydali. Yuraklarda, buyraklarda yog' bosadi odamda. Hansirab qoladi. Quvvatsiz odamga o'xshaydi. O'zi asli quvvati bor, yuragi jicha slabый bo'lib qolgan. Mashindan iste'mol qilib yursa, yuragi baquvvat bo'ladi. Buni ko'proq o'sha yosh yigitlarga ham ichirish kerak. Yuragi baquvvat, hech nimadan qo'rqmaydigan. Va yosh bolalar qo'rqib qoladi, qo'rqoq bo'lib qoladi, o'sha yuragida nimadir bor. Yosh bola degan necha yoshdan ichirsa bo'ladi? Bizni sirkalarda mana bizni uyda yoshligidan ichishadi bizni bolalarimiz. Yosh degan necha yosh? Yosh bola endi misol o'zi ovqat yeydigan paytdan boshlab ichaveradi. 2. Ichaveradi. Ichaveradi. Hech qanaqa ziyoni yo'q. O'zi hali oshqozonchasi endi rivojlanib kelgan. Bizga endi o'zini ichirmaymiz-da, bir narsalarga qo'shib. Mana monti qilsa montiga sepadi, osh qilsa oshga sepadi. Hali aytganimdek, ovqatga salatlar tayyorlasa salatlarga qo'shadi. Ashundan ishi katta bo'ladi. Mana bu anor. Eng qo'yil qoldirgani anor, chunki anordan sirka chiqishi haqida bir o'ylab ham ko'rmagan edimda. Anor sirkasini foydalari qanaqa? Anor sirkasining foydalari, buni ham eng asosiy ishlardan bittasi, bunda ham qon suyultirish juda xususiyati katta. Keyin odamga qon ko'paytirishda, qon ishlab chiqarish, jigar nimasida, qon ishlab chiqarish filtrga yordam beradi. Juda katta yordami bor buni ham. O'zi anor nima deydi? Erkaklik salomatiga ham zo'rda. O'zi anorning mevasi. Shunaqa deydi. O'shanga ham aytmoqchiman-da, agar anordagi vitamindan kuchliroq bo'lsa, demak, erkaklik salomatiga yaxshiroq foyda beradi. Juda katta foydasi bor. O'sha men tavsiya qilamanki, har bitta sirkalarda iloj bo'lsa, ichib foydasini bilinglar. Faqat foydasini bilganlaringda Xudo rozi bo'lsin deb qo'ysalaring kifoya bizga. Albatta Xudo xolasa foyda ham ko'ryapmiz bundan, Xudo xolasa-yu, ammo lekin ichib ko'rganlaringdan keyin bilib bahosini ham beraverasizlar. Limon sirkasining foydalari? Limon sirkasining foydalari eng ko'proq o'sha hali aytib o'tganimdek vitaminlari juda kuchli. C vitamini bunda o'ta o'zini yuqori sanaladi. Davleniyasi borlarga doimiy tavsiya qilamanki, buni ozginadan kichkina choy qoshiqda ichib tursa ham bo'ladi. Salatlarga qo'shsa butun oila birdan foyda qilaveradi. Davleniyasi bo'lsa ham, bo'lmasa ham. Aytib o'tyapman-ku, har birini ichinglar, sog'lom odamlar ham, yosh bolalar ham, kattalar ham, homiladorlar ham. Homilador ichsa bo'ladimi? Hech qanaqa ziyoni yo'q. Homilador misol uchun 9 oylik davrida har bir davrada mumkinmi demoqchiman? Ichaveradi, hech qanaqa buni ziyoni yo'q. Men kecha sizlarga ham aytib o'tdim, yoshim 56da. Yoshim 56da 6 ta farzand otasiman. Shulardan eng kichkina farzandimning yoshi 6 oy. 6 oylik, Eng kattasi? Eng kattasi 30 dan oshgan. Eng katta nabiram 16 yoshda. Nabirangiz? Nabiram 16 yoshda, eng kattasi. Lekin eng kichkina o'g'lim 6 oylik. Men bularni aytayotgan sababi hozirgi yoshlar paytda ko'pchilikni bilamiz-da biz. Aptekaga yugurayotganlar, uylanganlar, boshqasi. Uylangan 2 kun 3 kundan keyin ko'chada yuribdi. Nima qilib yursan, kirmaysanmi uyingga desak, jilaniya yo'q-da. Endi o'shanga aytamanki, sirkalarni ichib yuringlar, yigitlar, quvvatlaring balandligida ham ichib yuringlar, buni davomli bo'laveradi, xudo xolasa. Keyingisi bizda shotut. Mani nazarimda shotut sirkasi xuddi sirkalar ichida qiroliday bo'lib qoldi-da. Endi ana u natijasini tezroq sezishadimi, buni bilmadim. Olgan odam yoki oldin ham eshitgan odam tez oladi-da buni. O'sha gapingiz to'g'ri, quroli deganingiz to'ppa-to'g'ri. Buning sabablaridan bittasi eng asosiy ish mana shunda-da. Qonni filtrlab, qonni aylanishini majburlayapti-ku, qonni suyultirib, to'mlarni eritib tashlab. O'zi buni olib qarasa, ko'p narsaga muhim narsa o'zi qonni suyulishida. Qonni suyulib, qon tomirlarini tozalab, qonni harakatiga majburlayapti-ku bu. Insonda organizmga kerakli narsalardan eng asosiysi shu. To'g'ri gapirdingiz. Quroli deganingizda to'g'ri kelib tushaveradi-da shunga. Shunaqa, chunki sotuv boshladik, men birinchi navbatda o'ylaganim olma sirkasi juda ham taniqli-da, lekin taniqli bo'lsa-da, sirkani biladiganlar shotut oladi. To'ppa-to'g'ri. Shotut ham bormi deydi? Ha, bor desam agar, shunga kelishadi-da.
Bu olma ikkinchi plankada bo'lib qoladi ular uchun. qoladi. Ha. O'sha men boshidan to bu ish boshlamagunimcha olma sirkasi menimcha hamma olsa kerak deb o'yladim. Yo'q, deyarli hattoki shotut eng ko'proq ketyapti. Shunaqa. Bu jigarni ham yaxshi filtrlab, jigarda yog'ini ham tozalab, keyin qonni suyultirib, tromblarni har bitta tanadagi joyda uyquni zo'r qilar ekan. Tromblarni ochib bergandan keyin uyqu zo'r bo'lar ekan. Davleniyani yo'qotar ekan. Shuni hisobidan menga buni o'sha oladigan odamlarni o'zi kelib natijalarini aytib beradi. Natijalari yaxshi bo'lgan ekan bunda. Buni o'rikda aytdik. Olxo'ri qoldi. Olxo'ri sirkasi. Endi olxo'ri sirkasi to'g'risi foliyaviy kislota degan bir muhim narsa bor. Ana u eshitgansiz, o'zbekchasida qanaqa bo'lar ekan bilmadim. Foliyaviy kislota bu aynan nima deydi? Beremenna ayollarda ana farzand kutayotganlarda juda ham muhim narsa foliyaviy kislota. O'sha olxo'rida juda ham yuqori. O'shanda asli vitaminlar odamda yetishmovchilikda, farzandlikda kam bo'ladi. O'sha ayollarni nimalariga juda katta foydalari bor-da. O'sha farzand kutayotganlar, erkak kishimi, ayol kishimi, o'sha tomonlariga buni foydalari juda aktiv. Olxo'rida o'zi qanaqa bir natijalar nimalar bor? Menda bir qiziq ishlar bo'ladi. Endi hammasini ham eslab qola olmayapman. Hozir endi men kameraga gapirganim uchun hayajonlarim ham bor, to'g'ri tushunasizlar. Siz kamera yo'q deb hisoblang, ikkalamiz gaplashib turibmiz. Shu voqealardan bittasi, bir ayol kelib tez olib ketib turardi, ichib turardi. O'zida foydasini sezib, endi kuyovini ham yetalab keldi. Kuyovini ham yetalab kelib, shuni olxo'ri sirkasidan ichib tursam bo'ladimi? Ichib tursangiz bo'ladi, sizga ham juda katta foydasi bor. Kuyov bolani g'ashi kelyapti. Kelin olib ketaylik. Kuyovni g'ashi kelyapti. Xullas, u qildi, kelin yengda olib ketishdi, ichib yurishdi. Oradan ma'lum vaqtlar o'tdi, keyin bolalarini yetalab kelishdi. Quchoqlab. Ko'tarib kelib, keyin kuyov bola ham xursand. Avvalo Xudo, Allohning fazli. Shunaqa bo'lib, ashlar menga juda katta motivatsiya bo'lgan, xursandchiligini ko'rish. Farzand talabida bo'lganda ular. O'zi sirkada bitta narsa bor-da, dezinfeksiya degan nomi bor. Tozalik. Yana o'sha narsa, men o'sha ko'p katta ma'lumotni o'sha Turkiyadan olganman. O'sha Turkiyada eng muhim narsalardan bittasi uyni sirka bilan tozalash bor ularda. Dezinfeksiya. Uyni zarracha havolarigacha, hattoki uydagi masalan bir qaysidir burchagida yoki rakvinasining tagida mog'orlash, qo'ziqorin deydi-ku, zararli qo'ziqorinlar. Hatto o'shalarni ham qaytarib yuborar ekanda. Bu shunchalik dezinfeksiya bo'lar ekan. Ostonadan boshlab uyni ichi hamma joyda bitta olma sirkasi yoki qaysidir sirka bilan yuvib chiqadi-da, hidi o'shanda ham aytilgan. Hidi chiqadi, lekin yarim soat, 1 soat. 1 soatdan keyin uydagi hattoki boshqa hidlar bor, shularni hammasini o'ziga olib, yemirib, shu hidlarni ham yo'qotib yuborar ekan. Keyin 1 soat, 2 soatdan keyin uyda juda ham sveji hid kelar ekanda, ortiqcha yomon hidlar hammasi ketar ekan. Sirka bilan yuvgandan keyin. O'shanga bu kuchli dezinfeksiya, menimcha qonni, ichaklarni yaxshi dezinfeksiya qilgandan keyin bir farzand talabidagilar shu natijaga erishgan. Qaysi bu 50 yil sirka? Batta bu 50 yoshini gapirmaymiz-ku, batta uzum sirkasi haqida ma'lumot beramiz. Bu ota-bobolarimizda eng asosan qilishgan qadimdan faqat uzum sirka bo'lgan, ko'proq. Shotutut, olma sirkalar, bular ham bo'lgan, bu darajada bo'lmagan. Uzum sirkasini eng katta asosiy foydalaridan biri hamma dardlarga, organizmda hamma joyiga foydasi bor. Ichki xususiyatlarga. Endi yana bitta xususiyatlardan bittasi, Xudo saqlasin, endi har xil cho'lda yashaymiz, uyda yashaymiz, etakda qatta bo'lishiga gazanda chaqishi mumkin. Xudo saqlasin, bir joyga dam olgan ilon chaqishi mumkin. Men shuni aytgandim, zahar chiqarib yuborishmi?
Bunda shunaqa narsa borki, o'sha ari chaqardimi, ilon chaqardimi, chayon chaqardimi, chaqqan joyiga qo'yasiz, shundan o'zidan. Bir narsaga qo'ymasdan o'zidan shunday qo'lingizga surkab olasiz, chaqqan joyiga bo'ldi. Bu bilan zahar tanaga tarqamaydi. U majburlaydi chiqarib yuboradi. Chayon ilon chaqsa ham. Ha, bo'ldi. Yana ozgina surtib qo'ysak, botirib olish. Yo'q, bir tomchi mana o'sha chaqqan joyiga bir tomchini qo'yib qo'yasiz, kutib turasiz. Bo'ldi. Tanaga zahri tarqamaydi. O'zi tashqariga chiqaveradi. Uzum sirkada bitta eng katta xususiyatlardan bittasi. Yana bitta yaxshisi, hamma xonadonda bo'lib turadigan narsalardan bittasi qaynoq suv to'kilib ketadi. Yosh bolaning oyog'iga to'kiladi, o'tda kuyib qoladi. Ishqilib qanaqadir kuyadi. Kuyib qolganda mana shu sirkani olib turib shunday quyib yuboradi. Yo surkab yuboradi qo'lida olma. Paxtaga yo mallikka qo'yib bas. O'zini shunday surkab yuboradi. Haligi bitta lov aytadi, bo'ldi. Haligi terini bitirishga harakat qiladi. Haligi ximiyaga borib, aptekaga borib, doktorga borish shart emas. Haligi kuygan tanani suvdanmi, o'tdanmi farqi yo'q. Haligini o'zi sirkab bitirishni boshlaydi-da. Boshidacha qiynaladi. Achishtiradi-da bu. Endi keyin bu shifolagan haligi joy teri borku, o'z holiga qaytib keladi. Bir xilgilarda o'tda kuygan yo suvda kuyganlarni qaraysa oqarib qolgan, xunuk bo'ladi. Shunaqa. O'sha oqarmaydi teri deb. Yo'q, oqarmaydi. O'zi asliga qaytaradi. Mana shu uzum sirkasi bo'ladi. Uzum sirkasi. Faqatgina uzum, o'shanaqa narsalar. Mana shu uzum sirkasini ichilish tartibini aytib bering. Uzum sirkasini ichish tartibi ovqatdan oldin, har qanday ovqatdan oldin, obedda masalan kech payt ichilaveradi. Faqat ovqatdan oldin. Ovqatdan oldin ichiladi. Ali ovqatdan keyin iching deganlarda men tavsiya bermayman. Ammo lekin ko'pchilik shunaqa tavsiya beradi. Yotishdan oldin qorin to'q bo'lsa, yotishdan oldin ichib olsa, o'shani ham yaxshi hazm qiladi. Endi keyin uyquni joylaydi. Asab odamlarda hozir asab kasallari ko'p, Hammamiz ham asabiy bo'lib qolganmiz. Mashindan ichib tursa, borib asablarni ham shunaqa xotirjam qiladi. Uyqusini shunaqa zo'r topadi, haligi asabiy odam. Yo'q, asabi chataq odam uyqulab olishi ham qiyin. Bolasini g'inshiganini yo tiqillaganini ham ko'tarmaydi. Mashindan ichib turgan odam asablari joyiga keladi, uyqusini zo'r topib oladi. Qarang, men bu ichilish tartibi demak hammasi deyarli bir xil. Keyin asal bilan aralashtirib ichish. Asal bilan aralashtirib o'sha ichishlikda juda katta foydasi insonni immunitetini juda oshiradi. Asal bilan birga. Yana o'zi bitta sirka bor, sizga o'tgan safar berib yubordim, hali u haqida ma'lumot bermadim, o'shani aytmoqchi edim. Ashi ham odamlarni juda katta quvvatini oshiradigan oq tutni. Oq tut, O'sha oq tut jo'natdim deganda siz menga bitta zo'r ma'lumot berdingiz. Qishdan chiqib bahorga kelganda bolalar tutga yetib olsa zo'r bo'ladi degan gapni aytdingiz. Shunaqa gap bor o'zi. Shu gap bizda ham bor-da, shu. Bormi shu gap? O'sha gapni eshitib men ham juda xursand bo'ldim. Bu o'sha salomat kelganda, o'sha bahorga kelib tutni pishganiga kelganda inson bir marta to'yib yeb olsa, 1 yilga yetar ekanda, haligini quvvati. O'sha oq tut bergan sirkami quvvati ham shu darajada kuchli bo'lar ekan. Shu ma'lumotni to'liqroq qilish uchun bir narsa aytaman. O'zi eskitdan bir gap bor. Bolalar kasal bo'lib, immuniteti tushib ketaversa, shu tut pishig'igacha yetib olaylik. Tut pishgandan keyin bir marta bolalarimiz to'yib yesa, bo'ldi, kasal bo'lmaydi deb azaldan odamlar aytgan ekanda bu narsa. Shu narsani ko'p eshitganman. Bular menga oq tut berib yuboraman, oq tutdan sirka berib yuboraman. Chunki shotut qora sirkadan tayyor bo'ladi. Hamma biladigan O'zbekistonda shotut qora tutdan tayyor bo'lgan. Oq tutdan deganlarida siroz to'xtadim. Men aytdim, uni foydasi juda ham ko'p bo'lsa kerak. Chunki azaldan hamma oq tut pishishigacha yetib olaylik. Pishib olsa bitta to'yib yesak bo'ldi. Kasalliklar hammasi ortda qoladi deb aytishgan. O'sha narsada oq tutdan tayyorlagan ekanlar, juda ham qo'yib qoldim. Xudo xolasa sotuvga chiqardik uni. Faqat bu yoqda yo'q hali. Keyin nok ham berib yubordingiz menga. Nok ham berib yubordim. Nokni 5 yillikmi shunda? Yo'q, nok yangi dedim. Nok yangi 1 yillik.
Qaysi eski edi ularda? O'sha oq tutki. Oq tut eski. O'sha 5 yillik 6 yillik sirkani berib yubordim. Men uni o'zi iste'molga sotuvga chiqarmaganman. O'zim ham juda ham kam u, tez tugab ketadi u. Juda noyobda. O'zi menda ham unaqa ko'p bor. Men o'zim asosiy ichib yuradigan sirkam o'sha. Ha, yo'g'i. Haligi odamning immunitetini, quvvatini oshiradigan sirka o'zi asli o'sha. O'sha. Meni ko'p iste'mol qilayotganim ham o'sha. Haligi meni shu yoshda farzandli bo'lishimga harakati yo'q bas. U anchadan beri o'sha oq tut icharmidingiz? Ha, men uni aytib Nimaga ko'proq tayyorlab qo'ymagansiz bundan? Endi men sotuvga qo'ymasdim. Bu noyobda. Men o'zim shu darajada yaxshi ko'ramanki, haligini ko'rsangiz tomosha qilasiz, ichingizdan kelmaydi. Lekin juda chiroyli. O'zi oppoq narsadan bo'lgan qop-qorada. Ha. Ko'rdingizmi? Ko'rdim. Shunaqa bir ajoyib noyob narsa. Buni endi xudo xolasa ko'paytiraman, qilib qo'yganman aytda bir 300-400 litrcha chiqsa kerak, vallohi. Bu sezongacha bir amallasak bo'ladi. Inshaalloh. Keyin yana bir narsa bizda juda ko'p eshitardim. Yaponiya, mana bu Xitoylarda guruch sirkasi birinchidan ovqatning mazasini juda ham zo'r qo'radi. Odam yegan sari yegisi keladi. Juda yengil qiladi ovqatni. Eng muhim narsasi ayol salomatligi, teri salomatligi deydi-ku. Terisi salomatligiga juda ham zo'r guruch sirkasi foyda beradi. Bular bilan kelishib turib, shu guruch sirkasi haqida bir o'rganib, guruch sirkasi qilaylik degandek, xudo xolasa boshladik. Qanchalar endi xudo xolasa yana yilga tayyor bo'ladi. 200 litr boshladik, xudo xolasa boshlanishiga. Boshlanasiz. Inshaalloh u ham bo'ladi. Men ham u haqida ko'p ma'lumotlar yig'dim. Siz aytganingizdan keyin, boshlaganimizdan keyin guruch haqida, sirkasi haqida qiziqdim. Qiziqib, men ham juda ajoyib natijalarga erishdim-da. Yuzda tirishni yo'qotar ekan. Yuzda dog'larni yo'qotar ekan, qarang. Yo'q. Ichishdan tashqari uni kosmetika qilib surkash kerak ekan. Qo'llarga ham surkash kerak ekan. Shunaqa chiroyli qilib qo'yar ekanki, shunaqa men ham ko'p yaxshi ma'lumotlarga ega bo'ldim-da guruch haqida. Guruch sirkasi juda ham taniqli. Shunaqa ekan. U yo'qda, mana o'zimiz ham bir borib kelganmiz ish bilan. Qayoqqa bormang guruch sirkasi yoki o'zi bilan olib yuradi. Men shunaqa narsa juda ham ularda ko'pdi. O'shanga qiziqib qo'ygandim-da, qarasam bizda O'zbekistonda yo'q, deyarli ko'rmadim men. Faqat internetlarda ko'rdim. Endi u internetlarda xuddi o'shanaqa siz aytgandek tez tayyorlab, tez sotib yuborish uchun qilinsa, u foydasi yo'q. Keyin ma'lumot o'rnida bir narsa aytib o'taman. Bularda ham, bizda ham masalan sirkani tez tayyorlab, tez sotish emas. Agar qolmasa qolmadi, uni vaqti 1 yil, 1,5 yil ichida, endi bu yildan ko'proq qilishga harakat qilamiz. Tez olib, masalan 40 kun, 1 oyda tayyor bo'ladigan sirka emas. Boshqa sirkachilarga ham aytmoqchiman, sizlarning jahllaring chiqmasin bu narsadan. Haqiqiy sirka bu o'zini mevasida achitib fermentatsiya deydi. O'zini mevasi solib qo'yilib, o'zidan chiqqan suyuqlikdan chiqqan nima sirka bo'ladi. Lekin hozirgi kunda eng taniqli bo'lib ketgan suv 70%, ustida olmani sokini siqib, keyin o'zimiz bozorlarda sotadigan oq uksus bor, o'shani qo'shib, 1 oyda tayyorlab sotuvga chiqazib olishyapti. To'g'risi undan natija qanaqa bilmadim, lekin haqiqiy sirkada natijani sezasizlar. O'sha sirkani tayyorlab o'shani qilib sotayotganlar aytayaptiki, iching xolodilnikka qo'yib qo'ying deyapti. Chunki achib qoladi. Achib qoladi-da. O'shandan qo'rqadi-da. Yo, bizni sirkani xohlagan haroratlaringda qo'ydilar. Mana mashina oldilaring, ishdilaring, yarmini ichib, yarmini eslaridan chiqib qolib ketdi. Oradan 10 yildan keyin topib olsalar, mana yozuvi bor, sirka deb yozilgan. 10 yildan keyin olib, shuni olib ichaverasizlar. Xotirjam ichasizlar. Hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Kuchaygandan kuchayib boradiki, o'zgarmaydi. Keyin mana bu quyqasi qolishi bor-ku, mana men hozir bir chayqalgan ekan. Mana shu yerda quyqasi qoladi. Masalan deylik, odam ichib keldi, shu quyqasi qoldi. Shu quyqasini ham ichib olsa bo'laveradi? Yo'q, bo'lmaydi. Men tavsiya qilmayman, ichmagan ma'qul. Uni iloj bo'lsa qoldirish kerak, to'plash kerak. Keyin yana sirka olganda o'shanga yana qo'shib qo'yish kerak.
ko'paytiraverish kerak u quyqani. To'playverish kerak. To'kib olma. Ichib ham yoki aralashtirib ichaversa-chi? yo'q, ja shart bas deyman-da endi. Shart bas. Tinig'i ham yaxshimi? Mana men misol sizga tinig'ini beryapman, doim harakat qilyapman. Ammo siz ham to uni quyib, idishlarga quyib borguningizcha uchun ba'zi tayda yana to'klanib qolyapti. Bu degani haqiqiy tabiiy sirka. O'zini ustida ishlayapti. O'zini ustida ishlaydi. Doim o'zini ustida ishlab, mana shu tagiga tushiraveradi. Men sizga qancha tinig'ini bersam, yana ishlayveradi, yana tushiraveradi. Bu juda katta tajribadan o'tgan. Biz sirkachilarni asosiy narsalarimiz, sirkamizni sirka qilayotgan narsa ash tayday narsa. Biz sirkasini beraveramiz, taydayni olib olib turib, keyingi sirkaga qo'shamiz. Keyin yana keyingisiga qo'shamiz. Keyin masalan bu 1880-yil masalan bu qanaqa bo'ladi? Bu boboyingizni dadalari. Xo'p. Meni dadam tabib bo'lgan. 63 yoshida o'tib ketgan. U kishini dadalari 80 yoshida o'tgan. U kishini dadalari ham 90 ga kirib o'tgan. Bular uchalalari ham tabib bo'lishgan. Meni dadam haqida bizim Marg'ilon xalqi juda yaxshi biladi. Marg'ilonda lekin sirkachi desa bitta tanir ekan lekin. Gazinzada ham qolib shunaqa desa hamma tanir ekan. Ular bizni dadalarimizni tabiblikda endi u soyuz payti bo'lgan. U paytda bu darajada ko'p qilinmagan. Qilsa 100 litr qilardik. Har yili 100 litrdan qilardik. Shu dorilarga, har xil dorilarga qo'shib bemorlarga berishgan. Biz bobolarimiz ham xuddi shunaqa. Meni o'sha katta bobom bo'lsa, bolasiga o'rgatgan. Keyin unga o'rgatgan. Keyin men dadamga o'rgatishgan. Meni dadam menga o'rgatgan. Shu men yosh yigit bo'lganman, o'spirin 25 shu yoshlarimda ham, undan yoshligimda ham keling buni qiling deb tayyorlashlardi, ashlardan o'rganib qilib kelamiz. Biz oldin dadamlar o'tib ketgandan keyin bundan bir 6 yil, 7 yil naryoqda ham sirkalarimiz uyimizda 100 litrcha turaverardi. Sotmas edik. Endi hozirgi paytda talab kuchayib ketgani uchun endi men ko'p darajada qilyapman. Shuning uchun endi sotishga men boshqa ishlarimni yig'ishtirdim. Boshqa ishlar qilganman. Yoshligimda ota-bobo kasbni shu boshladingiz. O'shalarni qilib qo'yardik-da, siz so'rasiz, sizga berardim 1 litr, 2 litr, baxt so'rasa baqa berardik, shunaqa qilib yuraverardik. Endi hamma ishimni yig'ishtirib shunga astodir bo'ldim. Endi o'shaning uchun jicha foydalanish ham maqsadimiz yo'q bas. Sizdan keyingi nimada avlodga ham o'rgatyapsizmi yo qiziqadiganlar yo'qmi? Hozircha endi mana ikkita o'spirin yigit bor. Ular qiziqqan yo'q. Endi xudo xolasa shu tug'ilgan farzandi 6 oylikda otini Abduhakim qo'ydik. Hakim bo'lsin deb shunga endi yonimda olib yurib o'rgataman xudo xolasa. O'shani katta sirkachi qilmoqsiz. Sirkachi bo'ladi. Qo'l topshirmoqsiz unga. Inshaalloh shunga topshirish niyatim bor. Shu nima qilib qo'yavering, chunki ulanib ketish kerak. Biz ham boshlagan ish avlod o'tib ketishini xohlaymiz-da. Men boshlagan ishimiz. Bizning niyat ham ish boshlagan payt shunaqa edi. Toza, yaxshi narsa sotaylik. Ertaga farzandlarimiz, nevaralarimizgacha bu qolsin-da, shu kasbda davom etib ketaversin. To'ppa-to'g'ri. Xuddi shunaqa qilib sirka bilan ishlashib ketaveraylik avlod. Yaxshi niyatda endi avvalambor. Inshaalloh. Keyin qarang, men shuncha vaqt ichida masalan menda bir zararli ko'rgan yo biron narsa minus tomoni bo'lganmi sirkada masalan? Bo'ladi-yu, qanaqadir kasalliklarga mumkin. Masalan, pochkasi og'rigan yoki jigari og'rigan insonlar bor. Keyin oshqozoni juda ham yazva yoki og'rib yuradigan odamlar bor. Shunaqa insonlardan biron bir mumkin emasligi haqida. O'sha oshqozonida yazvasi borlarga unaqa joy ko'p tavsiya qilmaymiz. Ishlaydi. Ularga bizni alohida o'sha haligi shirin sirkalarimiz bo'ladi. O'sha oq tutdiki asosiy. Keyin shot tutdiki, ashlar shirin sirka sanaladi. Ularni biz bir narsaga qo'shib ichishga oz miqdorda tavsiya qilamiz. Qolgan mana sirkalarimiz bor-ku, bular kuchli narsalarda, misol mana bu olma, uzum, limon, bularda o'sha yazvasi borlarga tavsiya qilmaymiz.
Omala keyin men shu vaqtgacha birorta odam kelib, men sizni sirkangizni ichuvdim, mana ishim kuchayib ketdi, mana battar bo'ldi degan narsa hali menga kelib uchragan yo'q. Faqat alhamdulillah foydasini eshityapman. Xursand bo'lganlarni eshityapman. Qirg'izistondan juda ko'p mijozlarim bor, kelishadi. Endi bir narsa hadyalar ham olib kelishadi, xursand bo'lishganidan. Men ham omalekin har bir kelgan odamni quruq qo'ymaslikka harakat qilaman, hadyalarimni beraman, sirkalardan. Xursand bo'lishyapti, Xudoga shukr. Qarang, mana bu sirka haqida juda ham xalqning orasida har xil gap yuradi-da. O'sha noto'g'ri yuradigan gaplar ham bor. Masalan, deylik, sirkada alkogol bor, u harom yoki uni ichish mumkin emas degan narsa bor. Chunki u spirt bilan tayyor bo'ladi. Shu vino bilan nima sirka bir xil deyarli degan narsa bor. O'shalarga biz aytamizki, o'sha haligi yana olmaga qaytib ketadigan bo'lsak, shakar qo'shilishligi bilan vinoga aylanadi. Bunda hech qanaqa sahr yo'q-da, shirinlik yo'q. Vinoni tayyorlashda o'sha katta zavod, fabrikalar, katta davlatlar, masalan, Gruziya, boshqa joylarda ham olsangiz, hamma sahr bilan tayyorlagan. Shakar. Shakar qo'shilishligi bilan meva achiydi, ana u vino bo'ladi. Bunda hech qanaqa ikkovi dimlab qo'yiladi, bu ochib qo'yiladi. Ochib qo'yiladi. Endi keyin farqi shunda. Buni alkogol basligini birinchi nimasi Payg'ambar alayhisalom buni haqida maqtaganlar. 7 ta taomlarning ichida asal, xurmo, sirka, talbina shunga o'xshagan narsa. 7 ta eng asosiy yaxshi taomlar bular sirka, asal deb aytib o'tilgan. Va sirkada yuvinsa ham bo'ladi. Mana soch yuvish haqida ham juda ko'p ma'lumotlar bor. Tana, terida masalan qanaqadir mana nima deydi? Zamburug' deydi-ku. Oyoqda chiqadigan boshqa o'shanaqa narsalar haqida bir ma'lumot ayting. Umuman teri kasalliklarida har qanaqasiga ko'proq bizda o'sha nimani uzum sirkasini surkash bor. Surkashda qanaqa? Misol mana bitta idishga quyiladi-da, marlida paxtaga tegizib turib surkamaysizda, qo'lida surkaydi. Ashunda foydasi bo'ladi. Har qanaqa teri kasalliklar, yuzidami, terisidami, qatida bo'lishidan qat'iy nazar, qo'li bilan surkab tursa, ozgina vaqtda uni foydasini bilaveradi. U narsani qilganda ham nimasi foydasi tomirini ham quritib yuboradi-da. Yana oradan vaqt o'tib chiqmaydi. Tagi bilan yo'qotib yuboradi. Tagi bilan yo'qotadi. Demak, ana oyoqlarda gribok deydi-ku, o'shalarni ashnaqalariga. Keyin sochda qazg'oq, kepaklash. Ana shunda yuvinishda o'zini surtish kerakmi yo suvga? Menimcha suvga qo'shib deyilganda. Suvga qo'shib, o'zi bizga o'rgatishardiki, sirkani boshingga surkab bir vaqtcha ushlab tur. Sirkani o'zini. Toza sirkani o'zini. Ha, toza sirkani mana shu boshiga, shunaqa nimalarga surkitdi. Bir vaqt muddatcha turadi, endi keyin yuvishni boshlayveradi. Yoki bo'lmasa, o'sha suvga aralashtirib turib yuvsa ham bo'ladi. Haligisi manfaatliroq. Surkab qo'yib bir muddat turib turadi. Bunday qilsa o'zi shirali bo'ladi-da, bu shirasi bor. 10 kunda bir qilib tursa bo'ladi. Tursa bo'ladi. Yaxshi foydasi bo'ladi. Demak, teriga juda ham yaxshi foyda bor, teri kasalliklariga yaxshi foydasi bor. Keyin o'sha qazg'oq deydi, kepaklash sochni, o'shanda ham juda ham. Sochga ham juda foydasi bor. Sochni yaltiroq qiladi, chunki buni o'zim sinab ko'rganman. Sochim bor payti. Keyin yana bitta nima mavzu gapirib ketdik. Hozirgi yosh bolalarimizda ko'p uchrayotgan me'da kasalligi. Ichida me'dasi bor deymiz. Gijja deydimi? Gijja, Gijja haqida asha yosh sirkadan beriladi unga. Idish muddati qanaqa bo'ladi desiz, bir hafta mayizini yegizadi. Ertalar masalan soat 7:00 da 10 donadan mayiz yeydi bir hafta. Endi ikkinchi haftaga o'tganda xuddi o'sha 7:00 da ashi qoshiqda bir qoshiqdan yosh sirkadan ichiriladi. Sirkani o'zini. Yoki bir qoshiqqa bir qoshiq suv qo'shib turib ichiriladi. Xuddi o'sha 7:00 da bir hafta ichiriladi. Bo'ldi, qutildi. Yo'q.
yana yerga yana bo'lmaydi. Hozir aptekani dorisini ichadi, yo'qoladi, yana yerga yana paydo bo'ladi. Bahorda ayniqsa mana hozirgi mavsumda. Ha, sirkani ichgandan keyin bo'ldi, qutuldi. Qaytib undan u narsani esidan chiqaradi. Yoshgina to'kib beradi. Ha, urug'ini ham, tomirini ham quritib tashlaydi gijjani. O'zimiz oddiy uzum sirkasi. Bu faqat insonlarimizga yetishmaydigan narsa jicha ixlos. Ixlos va ishonch. Ishonsa bo'ldi. Misol bitta oddiy tabletkani ichyapmiz, shuni foyda qiladi deyapmiz-ku, shuni singari bir qoshiqni ichyapman, menga katta foyda qiladi. Odam avvalo o'zini ishontirsa, iniki foyda bo'ladi. Mana shuni ham to'g'ri tushunish kerak. Og'iz hidlanishi ko'pchilikda borda, masalan, hozirgi vaqtda mana tez shoshilib yeb yurib ketadi, ishini qilib ketadi. Shuni hisobidan boshqami og'izda hidlanish bor. Shunda sirka juda ham katta yordam bera oladi. O'sha haqida bir to'liqroq bitta ma'lumot bersangiz, bilmaganlar bilib olsa yaxshi bo'ladi. O'sha sirkani hazm kamayganda organizmda hid paydo bo'ladi. Ichda achitish boshlanadi-da, hazm bo'lmaganda turibdi-da u. Ovqat mana shu yerda turib qoladi. Turib qoladi. O'shanda keyin odamning og'zida hid paydo bo'ladi. Sirkani ichgandan keyin ichib tursa, ana shu narsa hazm zo'r bo'lgandan keyin og'izda umuman hid paydo bo'lmaydi. Hidi borlar bo'lsa, tishida orasida bo'ladi. Uni keyin bunda g'ag'ara qilib chaqiydi. Toza o'zida. O'zida. Keyin ana shu toza o'zida tishni milklarini yemirib yoradi degan narsa ham bor-da. Yo'q, sirkada unaqa yemirish bo'lmaydi. Buni mana shu bir ho'plam oladi, g'ag'ara qilib chaqab turib to'kib yoradi. Bo'ldi. Og'izda g'ag'ara qilingan narsani yutib bo'lmaydi. Ha, yo'q-ku? Ha. Ana shu narsani bilishimiz kerak. G'ag'aralar choy, ovqatdan keyin choy ichadi yoki bir napitka ichadi, g'ag'ara qilib turib yutib yoradi. Ha. Ashi bo'lmaydi. Manda ham bor u odam. Ashini to'xtatish kerak. Ha, yo'q. Ashi odamni qaytarilganmi shuni? Qaytarilganda, ashi odamning nimasiga, organizmga salbiy ta'sirlari bor. Yo'q. Nima bo'lsa ham, nima ichib g'ag'ara qildimi, to'kib yuborish kerak. Sirkada ham ashuna qilganda, g'ag'ara qilgandan keyin o'zi o'sha tozalaydi o'shani. Dezinfeksiya deymiz biz tilimizda hozir. Demak, tishni yemirmaydi. Buni o'sha ichib o'rganmagan odamlar yoki ichib salbiy ko'rganlar bor-da. Sirka ichyapman, menga salbiy ta'sir qildi deyotganlar bor-ku. O'shalarda o'sha haligi boshida aytganimizdek uksuz qo'shib tayyorlaganlarki. Uksuz bu ximiyaviy narsa. Uni foydasidan ziyoni yo'q, ziyoni ko'p. Endi o'shaning uchun o'sha haqiqiy tozasini olib ichsa, xudo xolasa mana shu sirkalar nihoyatda toza. Toza bo'lganda ham eng oliysi. Bizni hozirgi zamon nimamizda organik mahsulotlar deymiz. Organik. Mana shu narsa o'sha narsa. Tabiiy. 100% tabiiy organik mahsulot mana shu. Xudo xolasa Muhammad Umar akani mana shuncha yillik 140 yillik tajribalari, 146 yil bo'ladi o'zi. 146 yillik tajribalarini xudo xolasa mana bunaqa chiroyli upakovka qildik va keyin mana bunaqa shisha idishlarda qilib sotuvga qo'ydik. Hammasi qo'l mehnati qilib. Kimga kerak bo'lsa O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Pastda ham nomerlar qoldiramiz. Sirkalar hozircha 11 xil sirka bor. Bu vaqtlar o'tgan sari 15 xil, 20 xil yana boshqa xillarini ham ko'paytirish niyatida biz. Shuni ko'paytirib xalqqa yetkazamiz. O'tgan safar orada ham gapirganimda yana bir bor aytaman. Mana masalan hozir meni qo'limda xurmo sirkasi sag'ayib turibdi. Keyingi safar qizilroq bo'lib qolsa hayron bo'lishmasin. Ha, chunki har xil partiyada har xil rang chiqadi dedingiz. Ha, to'g'ri. Har bir idishda ta'mi ham boshqacha, rangi ham boshqacha bo'laveradi. Bu tabiiyligini birinchi isboti. Shu narsani eslangdan chiqarmaydi. Doim eslangda tursin. Hech qachon bir xilda ta'mi ham bir xil, rangi ham bir xil bo'lmaydi. Ashi esdan chiqmas. Keyin o'sha oxirida bir ikkita yana ma'lumotlar bo'lmasam, o'sha sirkalarni bu yerda birdan
gaplashamiz. Yana yangilik bo'layotganlari bor, mana kividan xohlasa. qilayotganimiz, ananasdan Sitrus, qilayotgan, sitrus mevalardan. Hozir bitta o'shalarni ko'rsatib o'tamiz, xolasa keyin yakunlaymiz. Shotut sirkasini ko'pchilik aytadi, quyoshda tursa buziladi, otib yuboradi deb. Agar haqiqiy shotut sirkasi o'zi mevasida fermentatsiya bo'lsa, buzilmas ekan. Mana bitta ochib ko'rsatamizmi? Marhamat. Mana quyoshda issiqda turibdi, mana Oylardan beri issiq. turibdi. Ha. Shotut sirkasi mana shunaqa quyoshda turibdi, hech narsa bo'lgani. Xudo xolasa mana bu yangi boshlaganimiz bu o'sha guruch sirkasi, o'sha videoda aytib o'tganimiz guruch sirkasini boshladik va bu ustidagi suvi nimani dedi sirkasi? Ha, olmani sirkasidan quyganman achitish uchun. Ha. Guruchni o'zidan suv chiqmasligi uchun olma sirkasidan foydalandim. O'sha eng yaxshisidan foydalandim. Endi buni achitishni boshlagandan keyin eniga unga qarab turib nimasini qanaqa bo'lishini ko'ramiz, xudo xolasa. Foydasi juda katta, manfaatli bo'ladi. Inshaalloh. Guruch sirkasi teri salomatligi uchun juda ham zo'r. Kosmetika bo'lib ketadi. Bu yoqqa kelsanglar, bu yoqda hammasi bor. Mana bu yoqda hammasi mevani o'zida fermentatsiya bo'lib turibdi, kiravering. Mana sitrus mevalardan boshlaganimiz mana bu sitruslardan, bu apelsinmi bu? Ha, apelsin. Bu qancha vaqt bo'ldi bunga? Bunga hozir 1 oy bo'ldi. 1 oy bo'ldi. Bo'lsa 1 yil, 1,5 yilda tayyor bo'lib qoladi. Keyin kivimidi? Kivi bor mana bu yerda. Mana kivi. Mana kivi shu. Mana kivi mana. Buni xudo xolasa yaqinda suzishni boshlayman. O'tgan yili solganman buni. Bu tayyor bo'lib qoldimi? Bu почти tayyor bo'ldi. Zo'r bo'libdi. Bo'lsa bu bo'ladi sotuvda. Ananas bor. Mana bu nima edi? Bumi? Yo'q, mana bunisi oldagi. Yo'q, o'shani oldagi. Bumi? Bu shoptoli ekan. Shoptoli. Banan. Banan bor mana. Banan ham o'tgan yil solganman, yaqinda suzaman buni ham. Ta'mini xudo xolasa aytamiz sizlarga. Bananda aromat ham bo'lsa kerak, Mana ular mana ananas mana. Bu ananas. Mana ular limon. Mana orqangizdagilar ham limon. Mana ular ham nima? Apelsin. Maldanin ham bor edi bitta. Maldanindan ham bor. Ananas qaysi dedingiz? Ananas mana. Mana bu. Mana. Nechta ananas ketdi unga? 2 ta ananas, juda ko'p ketdi. 2 ta bankada qildim ananasni. 2 ta bankada qilgansiz. Haliga aytib o'tdim-ku, oq tutdiki. Mana shular mana oq tut. Shular hammasi oq tutdanmi? Mana shular. Mana tayda oq tuti ham turibdi. Necha yillik ular? Mana shular bularni ham suzaman. 1 yildan o'tdi. Rangi baribir qoramtirroq bo'lar ekan. Mana endi bu turgan sari yana ham qorayib boraveradi. Olma sirkalarida haligi rangi har xil deganlarga yana bir qator eslatma. Mana shu ikkalasi ham olma. Mana shu uchalar, to'rlar, vashilar hammasi olma. Rangini ko'ringlar, har xilligini. Mana cho'kindisi tushyapti, tevasi tinyapti. Cho'kindi tushyapti, tevasi tinyapti. Endi mo'larda mana bir hafta bo'ldi suzganimga, bularda ham xuddi shunaqa bo'lib, modarazaga chiqqanda bularni ham iste'molga bersak bo'ladi. Yaxshilab achish kerak ekanda, Achimasa bo'lmaydi. Eng katta odamlarning xatosi buni nima qiladi-da, soladi bitta idishga, achiydi, achigandan keyin tezda suvni olib qo'yadi. Suvni o'zi ko'proq joy egallamasin deydi, suvdan ko'proq foydalanay deydi, suvni o'zini quyib qo'yishadi. U sirka bo'lmaydi. Biz mevasi bilan eng kamida 1 yil ushlaymiz, endi keyin sirkamiz sirka bo'ladi. Mayli biz joy yo'qotayotgan bo'lishimiz mumkin. Misol mana shu 20 litrli idishimiz bo'ladigan bo'lsa, shundan boring 10 litr suv beradi. 10 litr joyida mevasi egallayapti. Biz qizg'anmaymiz o'shani. Shunda haqiqiy sirka chiqadi. Haqiqiy bo'lsin deymiz-da, odamlarga manfaatli bo'lsin deb. Organizmga foydali bo'lsin. Biz odamlar foydalansa, o'shanda biz foyda qilamiz. Shunaqa. Bo'lsa, yaxshi ma'lumotlar bo'ldi. Bizga bo'lsa boshlagan ishimizga bir duo qilib yakun yasab bersangiz. Allohumma ya muqallibul qulub sabbit qulubana alal parvardigora qilinayotgan ishlarda xayrli davomli qilgin.
ishlayotgan har bir bemor emasmi sog'lom odamlarga manfaatli qilgin. Bizga ham, ularga ham manfaatli bo'lsin. Alloh. Rahmat. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling.